Mana bugun 2026 23-mart soat 18:47. Mana anina ruy chiqibdi. Ruy chiqaribdi. Yashikka solamiz hozir. Yeriga qurigan yantoqqa ruy chiqibdi. Ikkita 6ta una ruy chiqqan. O'shandan hozir bittasi qochgan. Bitta ko'chka ruyga 3ta una biri bo'lib qochgan. Hozir o'shandan ikkitasini o'ldirib chiqarib tashlashdi, bittasi qoldi. Shunaqa gaplar, erta bahorda ham shunaqa holatlar ham, kutilmagan holatlar bo'lib turadi hamkasblar.